167 BK modelimiz posudamizda eng zo'r sotiladigandan biri. Eshigini ochganingizda 4 tarafdan освещение bor, chapdan o'ngdan tepada yana ikkita освещение bor. Yoq-yorug' bemalol полностью ichi ko'rinadi. Освещениеdan muammo yo'q. Undan keyin aytib o'tish kerak bo'lgan narsa, posudomka yuvishdan oldin, startdan oldin 3 ta joyiga обязательно solish kerak bo'lgan narsa. Birinchisi tabletka. Ikki xil variant ishlatsanglar bo'ladi. Целостный yokida в жидком виде. Lekin целостныйni olganni порошок. И также порошок ham olsanglar bo'ladi. 3 xil общий bo'ladi. Сухой, порошковый состоянияda, жидкий состоянияda и уже tabletka состоянияda. Tabletkasi ishlatganingizda yaxshiroq, chunki равномерно полностью tushib olib и yoyilib ketadi. Ikkinchisi qo'shilish kerak bo'lgan narsa bu опаласкиватель. Bu yoqqa qo'yiladi. Bitta qo'ygandan keyin примерно 6 bu yoqda o'zi yozig'i bor, max degan, o'sha yergacha qo'ysanglar bo'ldi, yetarli bo'ladi. Uchinchisi bu ichida joylashgan qismida bu yoqqa tuz solinadi. Spetsialniy posudomka uchun. Bu tuzni solish uchun spetsialniy o'zini voronkasi ham bor. Voronkasini qo'yib turib ishlatsanglar bo'ladi bemalol. Tuz bilan опаласкивателni bitta solgandan keyin примерно 60 ta siklga yetadi. Endi u ham yuvishga qarab u 2-3 oyga bo'ladi. Xo'p, undan keyin 3 ta joydan iborat eng pastki qismi katta qozon, qasqon shunaqa narsalarga mo'ljallangan. Misol uchun bu kattaroqlarga nimadir qo'yadigan bo'lsangiz, bu yoqlarini ko'tarib qo'ysa bo'ladi. Shunga moslab taxlasa bo'ladi. Yokida bitta katta целостный narsa qo'yaman desanglar, bu yoqlarini tushirib, sizlarda katta joyli bo'ladi. Bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Также keyin ikkinchi qatorida bu уже tarelka va shunga o'xshagan narsalarni ishlatsa bo'ladi. Bu yoq qismiga stakan taxlanadi. Stakan qo'ygandan keyin uni ko'tarib ushlatib qo'ysa bo'ladi. Bu joylar chiqadi. Bu yoqda также bu yog'ini ham qo'ysanglar bo'ladi. Stakanga opora qo'yib tushib ketmasligi uchun. Также chap tarafi ham xuddi shunaqa. Yana bitta преимуществоsi kattaroq bo'y balandroq narsa qo'yadigan bo'lsangiz, uni pastroqga tushirsanglar bo'ladi. Sizlarda kattaroq bu yoqda joy bo'ladi. Balandroq narsa qo'yishga. И также rычagini ko'targandan keyin oxirigacha ko'tarib qo'yib olsanglar, o'zi yoki balanga, yoki pastroq joyga qo'ysa bo'ladi. Uchinchisi faqatgina приборlar uchun qoshiq, vilka, pichoq va hokazo. Bu yerga ham kapsullarni ham qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bizda suv 3 ta joydan chiqadi. Eng tagidan, o'rtasidan, ikkinchi atsekka bog'langan joyi spetsialniy o'sha yerga sepadi. И eng tepa qismida yana bittasi bor tepa. 3 ta joydan suv chiqadi. Xo'p, bu narsani suv chiqishini ham o'zingizlar kontrol qilsanglar bo'ladi. Panel upravleniyadan. Misol uchun avtofunksiyani tanlasanglar, bu yoqda ikkita ikonka ko'rsatib turadi, tepa va past. Pastga o'sha o'rtadagi bilan eng pastiga kirib ketadi. Buni biz o'zimiz regulirovka qilsak bo'ladi. Bitta bossak faqat tepani o'zi bo'ladi. Yana bitta bossak faqat pastni o'zi bo'ladi. Yana bitta bossak общий bo'ladi. Также bu yoqda bitta knopka, ikkita. Bu nimani anglatadi? To, что posudomkada половинный загрузка ham bor. Misol uchun faqat tepasini o'zini qo'ysanglar, tepasini o'zini yoqib qo'ysanglar bo'ladi bemalol, yoki pastini ham xuddi shunaqa. Также bu yoqda yana ikkita ikonkasi bor. Bu tuz bilan опаласкиватель yo'ligini bildiradi. Solganinglardan keyin bu ikkita ikonkasi yo'qoladi. Ikkita indikatori o'sha tuz bilan опаласкиватель yo'ligini solganinglardan keyin bular ketadi. Xo'p, undan keyin avtofunksiyada o'zi avtomatik gradus beradi. Также buni biz kontrol qilsak bo'ladi. Yana дополнительный funksiyasi автооткрытие. Agar sizlarga kerak bo'lsa, yoqib qo'ysanglar bo'ladi, kerak emas bo'lsa, o'zingizlar o'chirib ham qo'ysanglar bo'ladi. Keyingisi gigiyena, o'zi 72 eng katta gradusi. И vaqti ham buni также o'zingizlar kontrol qilsanglar bo'ladi.
И ускоренный rejimda ham qilsanglar bo'ladi. Boshida 3 soatdan o'sha ko'rsatayotgan bo'lsa, ускоренный rejimga o'tkazsanglar 2 soatgacha tushadi vaqti, 1 soat ekonom bo'ladi. Xo'p, keyingisi Eco 45 gradus 3 soatda. Buni ham xuddi shunaqa tezlashtirib olsanglar bo'ladi, lekin bu yerda tezlashtirganingizdan keyin 60 gradus bo'ladi 45 dan, 1 soat 45 minutga o'zgaradi vaqti. Xo'p, undan keyingisi beshshunniy rejimi 4 soat va 55 minut yuvadi. Buni ham ускоренный rejimda qilsanglar bo'ladi, 60 gradusgacha ko'tariladi. Praktiski hammasini o'shanga o'tkazsa bo'ladi, ускоренный rejimga. Başa bыстрый moykadan va avto rejimdan tashqari qolgan 5 ta funksiyasini xohlasanglar o'sha polnoценный uzun vaqtda yuvadi, xohlasanglar o'sha ускоренный rejimga o'tkazsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi yana bitta rejimimiz bor, bu Eco rejim. Bu yoqdan yoqiladi yoki-da bu yoqdan ham o'tkazsanglar bo'ladi. Tak, yana bitta bilish kerak bo'lgan informatsiya, avtootkрытие funksiyamiz bittani быстрый moykada ishlamaydi, qolgan hammasida ishlaydi. U nimaga yordam beradi? Sikl tugagandan keyin eshigingizni avtomatik shu holatga ochib beradi. Misol uchun sizlar uyda bo'lmasanglar, uyda hech kim bo'lmasa, o'zi avtomatik ochib qo'yadi, bu yerda havo almashib turadi. Idishlar dimlanib qolmaydi ichida. Shu tarafi plus, eng katta plusi bo'ladi. Xo'p, undan keyin bizda blokirovka bor. Bu blokirovka eshikni blok qilmaydi, sensori blok qiladi. Ikkita ikonkasini bosib tursa blokirovkaga tushadi. И также shu ikkita ikonkasini bosib tursa blokirovkadan chiqadi. Undan keyin bemalol ishlab tursa bo'ladi. Oxirgi bizga kerakli bo'lgan narsa bu asrochka starti. Bossanglar bu yerda vaqt ko'rsatadi, qanchadan keyin o'zi avtomatik stirkalar boshlanadi. O'zingizlarga qulay bo'lgan vaqtni tanlab startni bosib olsanglar, bu yerda обратный счет ketadi. O'sha обратный счет tugagandan keyin stirka boshlanadi. 1 soatdan 24 soatgacha qo'ysanglar bo'ladi uni. Yana bitta eng katta plus tarafi bu bizning invertorli motorimiz. 10 yil BLDC invertorli motor, 10 yil garantiya beriladi motor uchun.